Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Do'stlar, bugun biz Kozimov Hoji Akbarga qarashli bo'lgan 222 mebel ishlab chiqarish sexiga tashrif buyurdik. Bugun biz sizlarga mebel ishlab chiqarish sexini sir asrorlarini qisqacha va bunda qancha daromad qilish mumkinligi haqida qisqacha gaplashamiz. Hoji Akbar, odatimizni bilasiz, meni obunachilarimga bitta savol yo'llash kerak va u savolni to'g'ri kommentariyada javobini birinchi yozgan obunachiga sovg'a beriladi. Siz nima sovg'a berasiz obunachilarga? Bitta savolni to'g'ri javob uchun $100 savol bor. Wow, $100 beriladi. Demak, suhbat mobaynida bitta savol beriladi. Qaysi obunachimiz to'g'ri javobni birinchi bo'lib yozsa, $100 pul mukofotini qo'lga kiritadi. Hoji Akbar, marhamat. Demak do'stlar, biz Hoji Akbarni hozir ishlab chiqarish sexidamiz. 222 mebel ishlab chiqarish sexi. Bu sexni kirish qismlari va boshqa joylarni olishimizga Hoji Akbar qarshilik qildi. Sababi hali to'liq jihozlab ulgurmagan ekan. Aytayaptiki, 1 yildan keyin yana qayta kelib intervyu olasiz, unda umuman boshqacha bo'ladi deyapti. Mayli, niyatiga yetsin. Biz esa Hoji Akbardan intervyu olishni, savol-javobni boshlaymiz. Hoji Akbar, hozirgi paytda bizni eng birinchi beradigan savolimiz shu. Hozirgi paytda siz bir oyda qancha daromad qilasiz? Bir oyda hozirgi kunda 5-6 ming dollar atrofida daromad bo'ladi. 70 millionga boradimi bunda? 70 million so'm daromad qilasiz demak. Qancha vaqt sarfladingiz shu 70 million so'm topish uchun sarflangan? Shogirdlikdan chiqib, shu 10 yil vaqtim ketdi. 10 yil. 10 yildan beri shu sohaning ichidamiz. Lekin u 10 yil ham pul topmasdan sarflaganingiz yo'q 10 yil. Yo'q, shogirdlik paytida ham ma'lum bir summaga yarasha ishlaganmiz. Etap chiqib kelganmiz. Tushunarli. Hozirgi paytda nechta xodim bor sizda ishlaydigan? Hozirgi kunda 15 nafar bolani ish bilan ta'minlaganmiz. 15 ta bola. Nech puldan nech pulgacha oylik oladi? Eng pasti 3 milliondan 6 milliongacha oylik daromad topishyapti. Hozir ular masalan o'sha 3 milliondan 6 milliongacha oylik olayotgan bolalar qancha vaqtning ichida sizga o'xshab o'zlari mebel sexini ochib, o'zlari chiqib ketadi agar salohiyati yaxshi bo'lsa? Salohiyati yaxshi bo'lsa 6 oydan 1 yilgacha. 1 yilda usta bo'lib chiqib ketishi mumkin. Ehtimoli bor. Yoki sizda o'sha 6 million olib yurishi mumkin. Ha, shunday. Demak, bu ham u bolalarning o'ziga bog'liq. Ha, albatta o'ziga bog'liq. Hozir sizda bor shunaqasi, masalan, shu 10 yildan beri ishlayapman deyapsiz. Bormi sizda shunaqasi, sizdan usta bo'lib chiqib, hozir o'zini sexini yurgizayotgan bolalar? Bor. Kerak bo'lsa sizdan ko'p pul topayotgan. Mendan ko'ra kuchliroq, lekin mendan ham ko'ra klient ko'proq bo'lib ketgan shogirdlar bor. Demak, ular sizdan sifatli ish qiladimi yoki ular boshqacharoq yo'llarini, reklama yo'llarini bilishadimi? Qanaqa desak bo'ladi? Marketing yo'lini bilishdi. Marketingni bilishdi. Siz nimaga marketing bilan shug'ullanmadingiz? Endi shug'ullanamiz. Hozirgi oldinga qo'yilgan maqsaddan bittasi marketingni rivojlantirish bo'lyapti. Hozir zamon talabi. Zamon talabi shu bo'ldi. Endi biz ko'proq nima qilganmiz? Asosan ishlab chiqarishga urg'u berganmiz. Klient ko'paytirishga uncha ahamiyat bermaganmiz. Bor klient bilan boricha ishlab kelgandik shu paytgacha. Endi hozir klientni yanada ko'paytirib, ikkovini ham teng olib ketish kerak. Ham sifat, ham reklama. Hamma narsani. Tushunarli. Endi buni intervyudan keyin kelishib olamiz. Marketingingiz yurgizib berishim mumkin deymi? Bo'laveradi. Adashmasam, hozir kirayotganimda eshitib qoldim. Bolalar shunaqa darajada zakazlar bor ekan, shuning uchun hamma yo'q tartibsiz dedingiz. Bolalar uxlamasdan ish qilyapti dedingiz. Qayerdan hozir qayerga zakaz qilyapsizlar? Qancha zakazinglar bor hozir oldinda? Hozirgi kunda Bobur arenasining yoniga ochilayotgan
zamonaviy 24 soat ishlaydigan magazinlarni, mebellarni jihozlashni boshlaganmiz. Hozirgi kunda yana 1 oylik zakazimiz oldindan tayyor. Wow. Hozir men sizga bironta yangi zakaz topsam, sizni 1 oy vaqtingiz yo'q, sig'maydi. Shunaqa. Agar mabodo sizga zakaz ko'payib ketib qolsa-chi, hozir masalan mana aytaylik 1 oylik zakazim bor deyapsiz. Demak, sizda 15 ta xodim bor. Shu 15 ta xodimni ishchi kuchidan kelib chiqib 1 oylik zakazim bor deyapsiz. Agar sizga yana zakaz ko'payib ketsa, yana 10 ta yoki yana 5 ta ishchi kuchi qo'shib zakazni ko'paytirishingiz mumkinmi yoki sexni kuchi yetmaydimi? Yoki unga yana rasxod kerakmi, stanoklar, nimalardir? Yangi zakazlar ko'payib ketadigan bo'lsa, ishchi kuchi ko'paytirilsa, ishxonani quvvati yetarli. Har qancha ishda sexni kuchi yetarli. Ishxonani quvvati to'liq ishlaydigan bo'lsa, maksimum 1 oylik ishni 15 kunda ham yopsa bo'ladi. Qarang, bizni bu loyihani olib chiqishimizdan asosiy maqsad yoshlarga ko'proq boshqa kasblar ham borligini eslatish, nima deydi, o'zimizni tilda aytganda pul topishni yo'llarini ko'pligini ko'rsatish. Shuning uchun men ko'proq shuniga urg'u beraman. Hozir sizni shu oyiga 70 million so'm daromad topadigan sexingiz, 15 ta odamni ish bilan ta'minlaydigan sexingizda nech pullik nima desak bo'ladi, texnikalar deymizmi, nech pullik instrumentlaringiz bor? Hozirgi momentda shu yerda 50 ming dollar atrofida stanoklar olingan. 50 ming dollar. Qanchada buni yig'dingiz? Buni yoki hamkorlik qilib kim bilandir? Hamkorlik asosida qo'yilgan bu stanoklar hammasi. Endi bu stanoklarni olishdan asosiy maqsad narxni arzonlatish bo'lgan. Ishlab chiqarish narxiga. Sababi hozir ko'chada usluga qildiraman deydigan bo'lsak, bir dona laminat listini kesib berish 45 ming so'm bo'lyapti. Hop, shu narsalarni mahsulotni narxini tushirish maqsadida shunaqangi qilib chiqilgan bu oborodalarga. Demak, hozir siz misol uchun laminatdan bitta stol yasashingiz kerak. U stolni qirqtirishingiz uchun 45 ming so'm ko'chada qildirsangiz o'zi qo'shildi narx. Shunaqa. Uni olib borib olib kelish bilan boring 100 ming qo'shildi. Yo'l kiralarga qo'shildi. Bitta stolga. Shunaqa. Endi siz u stanokni olib qo'ydingiz, demak bitta stoldan siz 100 ming so'm narx tushdi. Shunaqa. Endi u stolni siz 100 ming arzonroq sota olasiz. Bunaqa stanoklardan nechta? Eng bu shunga o'xshash qaysinisidir laminat qirqadi, qaysinisidir bu yerda hozir laminat qirqadigan arra stanogimiz ham bor. Laminatlarga kronka yopishtirib beradigan PVH kronka stanoklarimiz bor. MDFlarga gul o'yib berish uchun rover stanogimiz bor. Endi yaqinda hozir zakaz berilgan stanogimiz bor. Bu teshiklariga doir har bitta samarangizni o'rnini teshib tayyor qilib chiqarib beradigan stanokni ham zakaz qilganmiz. Qanaqa jarayon bo'lyapti? Hozir bu yerda LDSP mahsulotlariga kronka yopishtirib berish jarayoni bo'lyapti. Boya aytgan kronka stanogim shu bo'ladi. DSPlarning chekasiga yelim narsa yopishtirib beradi. Borib ko'rsam bo'ladi? Ha, albatta. Bunaqa ochiq turgan joyini, shu joyini plastmassa narsani kley bilan yopishtirib beradi. Shunda suvga chidamliligi yana ham ortadi buni. Demak, orasiga suv kirmagan sari chidamliroq bo'ladi. Ishlash muddati uzoqroq bo'laveradi. Biz faqat buni ustida turib ovqat yeyishni bilamiz, bunaqa jarayon borligini bilmaymiz. Har ishda oxirida qiyinchiligi bo'ladi-yu. Bu stanogimiz necha pul turadi? Hozirgi kunda 35 ming dollar atrofida narxi turadi. 35 ming dollar. Bu stanoga yo'qlar qanday qiladi? U stanoga yo'qlar, shu stanoga bor joylarda boya aytganimdek, uslugaga pulga qildirgizib kelishadi. Sizga ham keladimi? Misol uchun yopishtirib bering deb keladi. Uni necha puldan yopishtirib berasizlar? Har metr 3,5 ming so'm bo'ladi. Metr 3,5 ming so'm. Undan qancha sizga qoladi? Endi unisini aytmayman. Deyarli Andijon
shahri Andijon viloyatida ish qilsangiz kerak yoki boshqa viloyatlarga ham zakaz qilib turasizmi? Toshkent, Samarqand oxirgi qo'yib kelgan ishimiz yaqinda Samarqandga mebel qo'yib keldik. Bizni xizmat ko'rsatishimiz faqat Andijon yo shahar bo'ylab emas, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Olib borib berish, o'rnatib berish, borib dizaynlarini qilib, chizib berishimiz hammasi shu mebel narxining ichida bo'ladi. Qo'shimcha pererasxod olinmaydi. Hozirgi kunda Hoji Akbar eng nomi tanilgan brend joylardan qayerga, qaysi birlariga siz qilgan mahsulotlar joylangan? Hozirgi kunda Qo'qon universiteti Andijon filialining ayrim auditoriyalarini mebel mahsulotlari bilan jihozlab berganmiz. U yerdan Family Med klinikasiga, Qo'qon universiteti, shu universitetda yotoqxonalarini buni jihozlab tayyorlab berganmiz. Shu joyni, o'sha joyni borib hozir o'z ko'zimiz bilan ko'rsak bo'ladi? Ha, bo'ladi. Yuring bo'lmasa. Demak, do'stlar, biz hozir Family Med klinikasidamiz. Qo'qon universiteti Andijon filialini tibbiyot yo'nalishida tahsil olayotgan talabalari uchun bu yerda auditoriyalar mavjud. Talabalar bir vaqtning o'zida ham amaliy, ham nazariy ko'nikmalarni yaxshi olib ketishlari uchun va Hoji Akbarni bu yerda ishlab chiqargan mahsulotlari auditoriyalarni to'ldirib turibdi. Demak, bu hamma ko'rib turgan mebellarimiz Hoji Akbarni sexidan, ya'ni 222 mebel sexidan ishlab chiqarilgan, to'g'rimi? Hoji Akbar, bu sohada sizni kelajakdagi maqsadlaringiz nima? Maqsadlarimiz ko'p, katta brendlarga mebel mahsulotlarini yetkazib berish. Undan ham kattaroq maqsad bor. Muhtaram prezidentimizning xonalaridagi ofis mebellarini hammasini o'z qo'llarim bilan o'zimizni ishlab chiqarish seximizda tayyorlash eng katta maqsadim. Niyatingizga yeting. Demak, sizni maqsadingiz muhtaram prezidentimizni xonalaridagi, o'sha ish joylaridagi mebellarni o'zingizning sexingizda ishlab chiqarish. Shunaqa. Bu darajaga yetib borishingizda tilakdoshmiz. Hozirgi yoshlarga, bizni ko'rib turgan tengdoshlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Endi hozir yoshlarga, tengqullarimga aytiladigan, beriladigan maslahatim shu, nafaqat bizning sohada, balki boshqa sohalarda ham hammasida ham to'xtab qolmaslik. Bir martada o'xshamay qoladi, ikkinchisida o'xshamaydi, lekin qachondir o'xshaydi. Shu o'xshagan paytda o'xshamay qolganlarini ham qoplab ketadi. Hozirgi kunda harakat qilsakki bo'ldi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan hamma shart-sharoitlar yaratilyapti. Shu faqat dangasalik, uyquchilik biz oyog'imizga tushoq bo'lib bog'lanib qolgan. Shu narsaga qarshi kuch topa olsak, hamma narsaga imkoniyat bor. Demoqchisiz, hozirgi yoshlarga uyqu bilan dangasalikdan boshqa hech kim qarshilik qilmayapti. Shu eng katta dushmani shu uyqu bilan dangasachilik bo'lib qolgan. Tushunarli. Demak, biz kutgan payt keldi. Biz bizni obunachilarimizga Hoji Akbar tomonidan yo'llanadigan savolni kutyapmiz. $100 savol. $100 savol. Shu savolga juda ham bir qiziq savol o'ylaganmiz. Bitta qutida 10 dona olma bor G'ayrat aka. Shu 10 dona olmani 10 ta bolaga har bittasiga bittadan berildi. Demak, bitta quti 10 dona olma. 10 ta bolaga bittadan berildi. Xo'p. Endi savolning eng qiziq joyi shundaki, oxirida qutida bir dona olma qoldi. Shunaqa bo'lishi mumkin. O'zi olma 10 ta edi. Shunaqa. 10 ta bolaga bittadan berildi. Lekin qutida bitta olma qoldi. Bitta olma qolyapti. Buni sababi nimada? Yo'q, to'xtang, uni aytib qo'ymayman. Men o'ylamayman. Yo'q, siz uni o'ylamang. Demak, do'stlar, ketdi savol Hoji Akbar tomonidan. Bitta qutida 10 ta olma, 10 ta bola bor, 10 bolaga bittadan olma berildi, lekin qutida bitta olma qoldi. Kim birinchi bo'lib kommentariyaga to'g'ri javobni yozsa, albatta bizni mana shu akkauntimizga obuna bo'lgan bo'lsa, $100 pul mukofotini qabul qilib oladi. U siz boshqa viloyatlardamisiz, boshqa respublikadamisiz? Xohlasangiz karta raqamingizga tashlab beramiz. Agar bizga yaqinroq joyda bo'lsangiz, Hoji Akbarning o'zini qo'lidan
ikkovimiz birgalikda borib topshirib bo'ldi bo'ldi, birgalikda topshirib kelamiz. Agar $100 olmasdan $100 bitta ham mebel zakaz qilsa ham qilib beraverasiz. tayyorlab beramiz. O'zingiz nomingizdan hali o'yimida o'yib yozib, Xudo xolasa. mana vanitlarga yozdirib nima qilsizlar, xuddi shunaqa qilib uylarga ham yozib beraverasizlar. Uylariga ham, o'zini do'konlariga ham brendini yozib tayyorlab qilib beramiz. Juda ham yaxshi. Do'stlar, 222 mebel ishlab chiqarish sexidan, xizmatlaridan foydalanishni hammalarga tavsiya qilamiz. Agar farzandlaringizni shogirdlikka bermoqchi bo'lsanglar ham tavsiya qilamiz, chunki ko'rib chiqdik, shogirdlari juda ham xursand, ishlarni juda ham chiroyli olib borishyapti. Hamma yo'q, nima deydi, rost, hamma narsa yolg'on aralashmagan. Ishlaringizga rivoj tilaymiz, Hoji Akbar, va o'sha boshida aytganimizdek 1 yildan keyin juda ham katta o'zgarishlar bilan biz sizdan yana qayta intervyu olishga kelamiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar.